Yer yuzida atigi 1 soniya ichida nimalar sodir bo'ladi? Har soniyada taxminan 4 nafar bola tug'ilib, ularning ikkitasi Osiyoda, bittasi Afrikada va bittasi Janubiy Amerikada dunyoga keladi va ayni o'sha soniyada taxminan 2 kishi vafot etadi. Har soniyada 4 millionta email, 3 millionta SMS va 10 mingga yaqin tweet yoziladi. Shu bilan birga Google orqali 100 mingdan ortiq qidiruv amalga oshiriladi. Odamlar 23 ming stakan qahva ichadi, 25 ming dona kola ochadi, 10 ming pint pivo ichib 400 ga yaqin pitsa bo'lagi yeydi. Har soniyada yer yuziga 100 ga yaqin chaqmoq uradi. Shu orada yorug'lik yer atrofini taxminan 7 marta aylanib, sayyoramiz Quyosh atrofida deyarli 30 kilometr masofa bosib o'tadi va aynan shu lahzada har soniyada bitta zilzila qayd etiladi. Shu bilan birga dunyoning qayerdadir taxminan 2 ta avtohalokat sodir bo'ladi. Insoniyat esa 1200 barrel neft yoqadi va atmosferaga 1100 tonna karbonat angidrid chiqaradi. Costco har soniyada taxminan 6 dona hot-dog sotadi. Elon Musk shu soniyada taxminan $3000 ishlaydi. Amazon va Walmart esa $15000 atrofida. Ijtimoiy tarmoqlarda esa har soniyada 5 millionta like bosiladi. Shu sabab siz ham statistikani buzmasdan like bosib qo'ying. Ha, aytgancha, shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.